Diqqat qidiruv. Baliqchi tumani Nurafshon mahallasi Yosh tadbirkorlar ko'chasi 102-uyda yashagan 2008-yilda tug'ilgan Komilova Gulshoda Mirzohid qizi 2025-yilning 31-dekabr kuni yashash xonadonidan chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Komilova Gulshoda Mirzohid qizining belgilari: bo'yi 160-165 cm atrofida, o'rta gavdali, bug'doy rangdan kelgan, sochi qora, peshonasi o'rtacha kattalikda, ko'zlari qoramtir. O'sha kuni uning boshida hijob qilib o'ralgan ro'mol, egnida jigarrang jemfer, ko'k rangli shim, oyog'ida qora rangli qishki etik bo'lgan. Agarda siz bedarak yo'qolib qidirilayotgan ushbu shaxs to'g'risida biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan 102 qisqa raqamiga yoki Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limining 74 323 22 20 95 336 02 02 hamda 93 325 02 82 telefon raqamlariga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Komilova Gulshoda Mirzohid qizini topishda uning yaqinlariga ko'maklashaylik.